Şuşu şaralar boyunca men ötüp çıgaman. Başta endi 30-njy gynbar günü bolgan şaralarga toktaraپ ketiribiz. Ol endi bizning tatar halk ekiyetleri, heroyların yertip, alar endi toktanish uramı boylap texnikumda jyılıp, administrasiyaga kadar parat ravishinde düştüler, parat yasap. Hem endi anvarasın alar bizning qışqı Sabantoyda katnaştılar. Hem endi bizning endi 3-nji bol bizning Bäliş hem Fas temasına bagışlanan yarmarkalarda alar katnaştılar. Mana bunda ko'rasiz resimlerde bik ko'lamli, bik rahat etip bütün ko'ngillerini berip bizning endi har bir jerlik hem endi alda etip ketgan uyushma предприятиялар bik motor etip katnaştılar. Hem endi o'rinlarga kelganda biz endi o'rinlarni chiqarib har bir 3 yo'nalishda da bizning komissiya ishladi. Endi 30-njy yanvar kuni ularni endi biz bayramda qutlab ketdik. Jerliklar kiridan qo'yib zarni Ruslan Milayerov bor. Mana endi o'qutuv uyushmalarini to'xtalganda bizning birinchi o'rinni Atashki bolalar bog'chasi oldi, ikkinchi o'rinni bizning bolalar ijod uzagi, uchinchi o'rinni bizning Go'zal xastaxona oldi. Ham shulay uchinchi o'rinni bizning Qoyaqo'y bolalar bog'chasi oldi. Endi jerliklar orasida bizning birinchi o'rinni Eski Qurma jerligi oldi, ikkinchi o'rinni bizning O'raza jerligi, uchinchi o'rinni Qo'jaka jerligi. Ham shulay uchinchi o'rinni bizning Muğada jerliklari oldilar. Shulay Toqtalashiq jerligi, Toqsuqsu jerligi, shulay bizning laureat ismlarini loyiq bo'ldilar. Ikkinchi belgi endi mana bizning yarmarka edi. Shulay endi yarminkada bizning bik nechta metrga kerak ijodiy yaqin kelib bik yazirliklar ravishda qatnashdilar. Shulay barliq jerliklar ham endi bizning rayon o'zagida o'rnashgan uyushma предприятиялар qatnashdi. Mana shunday bizning kreativ yaqin kelib zo'r bo'lish ishlaganlar. Mana Oqqo'zniki bunda qo'ydik. Ham shulay o'rinlar belgilandi. Mana birinchi o'rin bilim beruv uyushmalari orasida mana texnikum, ko'rib turasizlar, nechib zavqli professional alar ravishda qatnashdilar. Ikkinchi o'rinni Go'zal xastaxona mening Qodir Afashga ikkalata rahmat aytasiz kelar. Mana biz endi положениeni tushirgandan so'ng bizning bek aktiv qatnashganlar rayon o'zagidagi detsadlar ham maktablar hamda uyushmalardan ularga shunday напряженный ish vaqti bo'lganiga qaramasdan u bizning bütün yarışlarda qatnashdi. Ham isim uchun tugul, qo'yda qatnashsa da o'rinda o'rin olirligi turishini eshittirganim sizga ayrim rahmat aytib ketasiz kelar. 3-o'rinni 6-yash bolalar bog'chasi. Shulay bizning nominatsiyalarda ishladik. O'zinchalik Shotir Umurzayev bolalar bog'chasi. Shulay o'zinchalik Shotirda Quyoshqo'y bolalar bog'chasi. Oldi ham endi jerliklar orasida bizning Eski Qurma jerligi bunda da bizning birinchi o'rinni oldi. Shulay Oqqo'y jerligi ikkinchi o'rinni oldi. Shulay ikkinchi o'rinni Tilakay jerligi oldi. Uchinchi o'rinni Totyomali jerligi. Shulay uchinchi o'rinni Atash jerliklari oldilar. Har bir endi mana o'rin chiqarganda bizning endi negizlama bo'yicha kim bilan hazırlanıp kelgan negizlama shartlarida biz endi o'rinlarni chiqardik. 3-chi bizning yarışlik qishqi Sabantoy bizning endi sport ham yoshlar bo'ligi uyushtirildi. Bik bunda endi tilab qatnashdilar. Endi Jaykana Sabantoy bo'lmagan qadami o'rdi uzoqqina bordi. Qarqon tortishuv bo'lganda bizning yerda bilan suv tashuv, приседание yasov ham birsi Menisanazish, mesajlar bizning doktorligi bizning. Shonada shudoq. Mana shu nominatsiyalar bo'yicha bizning qishqi Sabantoylar uyushtirildi. Ham shulay o'rinlar belgilandi. Birinchi o'rin texnikum, ikkinchi o'rin Go'zal xastaxona, uchinchi o'rin gimnaziya, ham 4-chi o'rin ikkinchi Sanoq tanish o'rta bo'lim beruv maktabi. Jerliklar orasida birinchi o'rin Boysar, ikkinchi o'rin Oqtanishbosh, uchinchi o'rin Kirov, 4-chi o'rin Toqsuqsu jerliklari oldi. Belgi e'lon etgan edik, tatar ekiyatlarına bag'ishlangan personajlarni bo'lib berib, ham endi bizning bek javobli kelib, bek motor etib bu parkni tayinli qismlarini yasadilar. Baringizga da zo'r rahmatlar.
İkinci oranda bizning Gulnaz Firdavsiyning yetakchiligidagi sotsial o'zak bir kız kompozitsiyasi shu. Üçüncü oranda ikinci maktab To'g'at G'aliyevning Qamishli kompozitsiyasi shu. Laureatlar belgilanib ketdi. Bizning gimnaziya kollektivina Uyan balası Mayan kompozitsiyasi shu. Tılsım kollektivi Bolalar san'at o'zagida şey. Şulay bizning birinchi maktab ham şulay bolalar ijod o'zagi rayon o'zagidagi uyushmalarga bizning endi bezalish uchun konkurs e'lon etilgan edi. Şulay ikkiga bo'ldik. Uyushma предприятиялар ham o'qutuv uyushmalari orasida texnikum bo'laklari birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda Tılsım. İkinci Sandoq tanish o'rta maktabi, gimnaziya, ikinci bolalar bog'chasi, birinchi sonli bolalar bog'cha Umurzoya, Botir sport kompleksi, MNGT uyushmasi, ikinci o'rinda Teknoservis uyushmasi, uchinchi o'rinda O'zak xastaxona laureatlar belgilandi. Bizning so'zlashishda ATP uyushmasi,